Buni bemalol telefondan turib boshqarsanglar bo'ladi. Juda ham funksiyalari ko'p. Cherry 7 Pro mashinasini olib qolganmiz, restyling variantda, lekin komplektatsiyalari oddiy. Xo'p, bunga qilib bergan ishlarimiz salonga kiradigan bo'lsak, salonda mana bu podsvetkalar bo'lmaydi. То есть oddiy pozitsiyasida podsvetkalar bo'lmaydi. Biz ham bunaqa universalniy RGB podsvetkalar qo'yib berganmiz. Buni bemalol telefondan turib boshqarsanglar bo'ladi. Juda ham funksiyalari ko'p. Faqatgina bu mashinalarga emas, любой o'zimizning JM avtomobillariga ham, любой mashina, xullas любой avtomobilga xuddi shunaqa ustanovka qilib bera olamiz. И как заводскойda turadi. Ko'rishingiz mumkin. Обшивкаlar, torpedkalar и orqa obshivkalarga ham xuddi shunaqa qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. И undan tashqari oyoq teglariga pollagan bo'ladi, ruchkalarga ham bo'ladi. Xullas, ortiqcha narsasi kerak emas dedilar ekan. Faqat obshivka va torpedkaga как заводскойda qilib beringlar dedilar. И yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana Cherry logotiplari bilan berganmiz. Kechasi zo'r, yarq yonib beradi. Ближний svetga ulaganmiz. То есть kechasi bo'ldi, или avto rejimda tursa, то есть tunnelga kirganinglarda, или kechasi tushganda sразу avtomatik yonadi, fara bilan qo'shilgan holatda. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol universal tunnelga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu videoni Cherrychilarga, nafaqat Cherrychilarga, maksimal mashinasi bor do'stlarga jo'natib qo'yasiz.